Assalomu alaykum, Uzumdan million kanali muxlislari. Bugungi mavzumiz uzumni erta pishirish haqida bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring, siz ham uzumlaringizni ertaroq pishiring. Muddatdan 20 kun oldin pishirish, tabiiy pishirish usullarini o'rgatamiz. Xudo xolasa, bu bog' Aslonning qora kishmish avatar bog'i. Qo'limga turgani qora kishmish tabiiy giberlin bilan ishlov berilmagan, bunisi giberlin bilan ishlov berilgan. Bu donlariga ishlov berilgan, normasiga ko'p doza qilinmagan. Mana bu qo'limdagisi avatar. Avatar. Mana. Ko'rsatamiz. Avatar. Avatar hammaga nima deydi? Hammaga ma'lum bo'lgan avatar. Endi buni ko'rsatamiz. Donlarni. Buni ko'rsating-da. Avatar tabiiy shunday bo'lgan, kattalik tabiiy, hech narsa qilinmagan. Mana bu giberlin bilan ishlov berilgan. Mana bu ikkita kichikrog'i bu tabiiysi. Mana bu giberlin bilan ishlov berilgan. Oldimizga mehmonlarimiz kelganlar. Qayerdan kelgansiz? Biz Kogon rayoni O'bishli mahallasidan Ahror aka ma'lumot bilaman. Men Peshku tumanidan Bozor Sunnat bilaman. Bozor Sunnat akasiz. Rizdondan, Fayzullo. Siz? Peshkudan, Sunnadanman. Boboga. Bobo. Rizdon İngiliz kalkış. Qayerdan? İngiliz. Aha. Rizdon. Sizchi? Rizdon tuman ismi Suvan. Ko'pchilik bu videoni ko'rib negativlar bildirishi mumkin. Biz 70-yilda buni qilaylik, 80-yilda buni qilaydik degan fikrlar bo'lishi aniq. Hozir 21-asrga turibmiz. Qilgan tajribamizdan o'xshaganlarini aytamiz, o'xshamaganlarini o'xshamadi deb aytamiz. Biz uyolmaymiz bunisidan. Mana shu uzumlarimiz mana shu tabiiy usulga bo'lsa, misol uchun 20 kun mana shundan oldinroq pishirish yo'llarini o'rgatamiz. Bu halqalash emas, bu tabiiy. Ko'p bog'bonlar kalendarga qaraydi, misol uchun o'tgan yil shu vaqtga shu suvni bergan ekanim, hozir ham shu ishni qilaman deydi. Lekin tokto holatidan kelib chiqib qilsa bo'ladi. Buni muddatidan oldin kattaroq qilib qo'yish kerak. Deylik, o'sha xom tokni erta xom tok qilish kerak. Hozir bu videoni ko'rib turgan odamlar baribir shu yilga imkon qadar 20 kun oldin bo'lmasa ham, sal bo'lsa ham imkon qadar barvaqtroq pishiradi. Barvaqt pishirishning usullari. Kamroq hosil qo'yish kerak imkon qadar. Bo'lganga ham xom tokni ertaroq qilish kerak. Hosilsiz navdalarni 100% olib tashlash kerak, chunki qancha ertaroq olib tashsangiz hosilsizni o'sha hosillikka beradida, oldinroq yetiltiradi. Keyingi ozuqa, kaliy ozuqalari ildiz tizimini yaxshilaydi, uzumni pishishiga ham yordam beradi. Shirin bo'lishiga ham olib keladi, yordam beradi kaliylar. Keyin hosilgacha bo'lgan barglar olinadi. Ozuqalarini muddatidan oldin berib yuborish kerak-da, o'sha erta bahorga qo'zg'alishga azotlar bilan 5-10 sm bo'lgandan tezlashtirib yuborish kerak ozuqani. Ko'pchilik ozuqani guldan keyin beradi. Bu ham noto'g'ri narsa-da. Hozir men bitta u yoqdan bitta bu yoqdan qilib gapiryapman. Endi tushunadi. Xudo xolasa keyingi videolarga buni yaxshiroq yana ham tushuntirib o'tamiz. Xo'sh, yana nima? Azot bilan guldan oldin yaxshilab navdasini birinchi o'stirib olishimiz kerak-da, mana navdalari qancha qalin bo'lsa muddatidan oldin. Guldan oldin bo'ladi bu. Guldan oldin navdasiga tok kuchini navdasiga beradi. Navdasini o'stirib olishimiz kerak. Yaxshilab o'stirsa, qancha ko'p katta bo'lsa, mana shu barmog'ingizdek bo'lsa, hosilli shuncha boq bo'ladi. Keyin guldan mana qora kishmishlar uchun guldan oldin endi tanachasini yozayotgan paytga 8-10 sm bo'lgan paytga giberlin bilan ishlov berilsa, boshlari nisbatan kattaroq bo'ladi. Agar hosilingiz juda kam bo'lsa, kattaroq doza qilasiz, hosilingiz ko'proq bo'lsa, nima qilmagan yaxshi, dozasini kamroq qilgan yaxshi. Guldan chiqishi bilan giberlin bilan ishlov beriladi. Guldan shu 98-100% chiqishi bilan o'sha moshday bo'ladi-ku, moshdan kichikroq bo'lgan paytga azot berib, giberlin qilib, kechki paytga 8-10 litr bitta Xitoy paketda ishlov berilsa, 8
10 litr yoki 6 litrga qilsangiz ham yaxshi bo'ladi. 6 litrga bitta Xitoy paket qo'shiladi. Bu dozasi ko'payib ketdi-ku buni. Tagiga sirasi suv berasizda, sirasi katta qilib yuboradi buni. Bir haftani ichiga katta qiladi, muddatidan oldin. Keyin shu paytga tok yetarli darajaga uzunni katta qilgandan keyin siz buni sekin suvdan tortasiz. Navdayizda muddatdan oldin o'stira oladingiz-ku. Bunga ham muddatdan oldin giberlin bilan ishlov berasiz, katta qilib olasizda. Keyin suvdan tortasiz. Suvdan tortish qanday bo'ladi? Suvni ko'pchilik suv ariqcha qilib sug'oradi. Haydovlarimiz ham noto'g'ri-da. Haydovlar ham noto'g'ri. O'sha moshday bo'lib kelgandan keyin o'sha chuqur haydashni keragi yo'q-da. U ildizni oqtarib boradi, oziq oqtarib boradi. Bu biz nima qilamiz? Traktor bilan chuqur haydab, bu ildizni qurib tashlaymiz. O'zi yana tok o'ziga kelolmay qoladi. Bu haqida yana boshqa videolarga yana to'liqroq tushuntirib aytamiz. Bu haydashni ham juda ham tartibga solishimiz kerak. Keyin biz bu tokimizni pishirishga tayyorlashimiz kerak. Pishirishga. Navdasi o'sa oldi, muddatdan oldin katta qilib oldik. Tokinni baribir kuchi bor, nima qilay deydi. Keyingi etap tok biladi, pishirishni boshlaydi tok. Unga biz yordam berishimiz kerak. Xuddi bu uzum ham otga minib, otni yugan tortasiz-ku, boshqarasiz, xuddi buni ham boshqarsa bo'ladi. Bemalol muddatdan oldin yo kechiktirib buni o'sha boshqarsa bo'ladi. Keyin biz suvdan tortamiz. Suvdan tortishda o'tini o'rib, tozalab qo'ysangiz, shuncha tez suvga keladi bu. Tez suvga keladi. Erta pishirish uchun yerda sug'urgan-siz. Keyin haydamaslik kerak. Haydamasangiz tez suvga keladi. Ana yer yorilib ketadi-ku. Qancha qarch bo'lib tez yorilsa, o'sha issiqlik o'sha yorilgan joydan pushtini qizdiradi-da, yerni qizdiradi, tepadan alanga tushib, tagiga o't bo'lmasa, yerni qizdiradi-da, ildiz qizib, bu pishirishni boshlab yuboradi. O'sha muddatdan oldin pishiradi. Asosan aytganingiz iyul oylarga to'g'ri kelsa kerak-da. Avgust, iyulning oxirlari, avgust. Hozir bugungi sanamiz nechi? 29. 29 may. 29-may, ha? Mana buni tabiiysi bu mana giberlan qilingan. Bu yana bir haftadan keyin oqarib keladi bu. Pishishni boshlaydi. Biz shu bilan suvni to'xtatamiz bunga. Suvni to'xtatamiz. Havo juda ham ko'p isib ketsa, barglarni o'zi aytadi, sekin o'sha so'lishni boshlaydi-ku. Suv berib boramiz keyin. Chanqatib sug'orsangiz, shu ham yana bir ma'lumotda suvni uzumni erta pishirishga yordam beradi. Agar suvni ko'p suv beraversangiz, u orqaga qaytarib yuboradi. Pishishni sekinlashtiradi naborot. Lekin chanqatib suv bersangiz, sirazi pishirib yuboradi. Chanqatib bitta suv bersangiz, unga ham suv berishga qana yengilgina suv berish kerak. Tuydirib, misol uchun ko'llatib sug'orilmaydi. Shu ariqcha qilib sug'orsangiz ham bo'ladi. Yoki shu qaqshab turgan paytga yerni chanqatib, qaqshatib, katta suvni bersangiz, katta suvni sirazi ochib, sirazi yopsangiz, sirazi suv o'ziga tortadi-da, tez yetiladi ham. Traktor bilan keyingi haydov ham tezlashadi. Hozir tushuntirib berdimmi, berib bildimmi bilmayman. Yaxshi tushuntiribsiz, yaxshi. Tushundik. Ayting, agar biron bir savol bo'lsa, erta pishirish haqida tushuntirilmagan joy bo'lsa. Yaxshi. Yetarli ma'lumot berdi. Endi eski vaqtdan o'zimizga aytgan bolalar Onu neydi? Kışga süredir yolga usullar degan. Bu hozir aytgan ma'lumotimiz aslan uni kishmish, mayiz bo'lib navlar uchun. Kishmish keyin uzumni erta pishirish sirlari haqida bo'ldi. Hozir mana bu usulimiz ham qarang. Bu usul P usulida. O'sha kirelchaga P bo'ladi. Pastdan boshlab tepasigacha mana hosil beradi. Ichkaridan ko'rsangiz faqat uzum ko'rinadi, tashqariga o'tsangiz faqat bak ko'rinadi. Bunga oftob urish degan narsa bo'lmaydi. Oddiy ay usulidan ko'ra bu effekti juda ham yuqori. Hosildorligi mana ko'rib turibsiz. Dahshat bo'ladi. Xudo xolasa yana uzun payt kelsangiz ko'rasiz. Nasib. Yaxshi bo'ladi mana. Bakka urilmaydi uzumlar. Bakka urilmaydi. To'g'ri sepsangiz ham chiroyli o'ziga tegadi-da.
bir-biriga ishqalanmaydi. Yana erta pishirish uchun eng muhimlari tagiga o't bo'lmasligi kerak. Tagiga o't bo'lmasligi kerak. Muddatdan oldin navdalarni o'stirib olishimiz kerak. Muddatdan oldin uzumni katta qilib olishimiz kerak. Kali berish kerak. Suvdan vaqtiga tortishimiz kerak. Chanqatib sug'orishda. Shunday. Chanqatib sug'orish kerak. Yaxshi. Shunday. Yaxshi gaplarni aytdingiz. Shuning uchun narsani o'rgandik. Jaborchi. Rahmat. Yaxshi bildi. Bilmaganimizni o'rgatdingiz ana. Bizaga. Qancha Bundan jo'n obro'yingiz bo'lsin, hurmatingiz bo'lsin. Deganlaringizni nurli ko'ring ka. Xudo xolasa yana keyingi videolarimizga biza mana ko'rsingda aka. Mana tizam ko'rsing navdalarni. Mana shu payvand qilish usullarini. O'sha birinchi payvand qishga boshlansa, qishdan to nima deydi, iskana payvand kundaga qilinadigan payvand. O'shandan boshlansa, keyin undan keyin zeleniy payvand, kurtak payvand boshlanib ketadi-ku. Kuzga mana hozirgi paytga iyulga qilingan payvandlarni ko'rsamiz mana. Ana bu qarang, sherda o'ziga ko'rsamiz-da. Aka qarang. Mana bu qara kishmish to'q mana, ko'rib turibsiz mana. Hamani guvohligiga mana ko'rsating-da. Mana bu yerdan biz payvand qilganmiz. Bu yerdan kurtak payvand bo'lgan mana. Ana bu avatar. Ana shuni ko'ryapsiz mana. Bu mana kameraga qana ko'rinadi. Qolgan o'zi bitta bir boshqa. Avatar. Avatar. Xo'sh. Buni severlikmi qilsiz? Yo'q, kurtak payvand bo'lgan. Mana natijasini ko'ryapsiz. Tepasi qora kishmish mana. Ko'ring. Yo'q, boshqa avatar emas. O'ziga bo'lgan. Buni biza keyingi videolarga sirlarini qaysi payt qilingan, qachon qilsa bo'ladi, qaysi paytdan boshlasa bo'ladi, hammasini ko'rsatamiz. Maqsadimiz uzumchilikni rivojlantirish. Shu berayotgan ma'lumotlarimiz bir kishiga bo'lsa ham manfaatli bo'lsa, foydasi tegsa, biza maqsadimizga yetgan bilamiz. Rahmat. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat sizga. Xafagarchilik bo'lmasin. Xursand bo'lamiz. Rahmat.